Xudo xolasa operatsiyadan chiqdingiz. Ha. Og'riqlar qoldi nasib Og'riq bo'lsa. qoldi, yaxshi. Bu yerga kelgancha qancha vaqt o'tdi sizga? Og'riqlar bilan qancha vaqt yurdingiz? Men og'riqlarman necha yillardan beri. Ha. 2 marta yotib keldim. Aha. Raysentrda 3 marta yotdim. Tabiblarga ham bordim to'g'risi. Hech kimdan shifo topmadim. Qolavermagandan keyin. Yo'q. Tushunarli. Hech kimdan shifo topmadim, keyin bu yoqqa keldim. Tushunarli. Qancha rasxod qilgansiz shu vaqtgacha? Operatsiya pul ketib qoldimi? Ha, ancha. 9-8 millionga yotardim. Har yotganingizda. 2 marta. Raysentrga yotardim 2 million, 3 million bilan. Effekti juda ham kam bo'lgan, vaqtinchalik bo'lgan. Vaqtinchalik og'riq qoldirishganda dori-darmon bilan. Uyga borgandan keyin yana 5-6 kun yaxshi yurib, yana buklanib qolaverganman. Bunaqa stolga gaz oldim, ovqat qilib tura olmasdim men. Ovqat qolguncha ham belim, oyog'im chidamas edi-da. Piyoda necha metr masofaga yura olardingiz? Piyoda yurib ketaverman, oxiri borib oyog'im ushib qolardi. O'tirishga joy izlab qoladi? O'tirishga joy izlab qolaman. Qor, yomg'ir farqi, o'tirishga joy izlaysiz, o'tirasiz. Ozroq oyog'ingizda kuch to'plagandek bo'lasiz, yana yurishda davom etib ketaverasiz. 3-4 o'yinda, yaxshi bo'pti. Birdan uchalasi ham ochib qo'yildi. Kecha qilindi, Xudo xolasa bugun javob beryapti. Kecha qilindi, mana Xudo xolasa bugun javob uyga ketar ekanman. Yaxshi. Bundan keyin e'tibor berib yuradigan narsalar bor. Broshurada yozib qo'yganmiz. Vest kontrolini olasiz. Endokrinolog bilan gaplashing. Ozroq vest tashlasangiz juda ham yaxshi bo'ladi. O'zingiz uchun ham, oyoqni, tizzani bo'g'imi uchun ham, sonchonoq bo'g'imi uchun ham, belingiz uchun ham ozroq vest tashlash kerak bo'ladi. Nasib bo'lsa, bundan keyin bezovtalik bo'lmaydi. Korset bilan 1 oy yurib turasiz. Korset taqib o'tirib ovqatlanishingiz mumkin. Hozirgidek turib yurishingiz mumkin. Ehtiyojlaringiz uchun chiqib kelsangiz bo'ladi. 200-300 metr yursangiz bo'ladi. 1 oy endi avaylab turamizda, endi shunaqa qoidasi bor. 1 oydan keyin eski hayot tarzingizga qaytsangiz bo'ladi. 1 oydan keyin yozsangiz, Telegramdan sizni mashqlarni tashlab beramiz. O'sha mashqlarni qilib belingizni ushlab turadigan mushaklarni faoliyatini kuchaytirishimiz kerak. Mushaklar faoliyati kuchaysa, belingizga tushadigan og'irlik kamayadi-da. Shuning evaziga sizni qaytib keyin yana bezovta qilmaydi bu narsa. Xudo xolasa. Ko'p yurasiz endi. Nevaralar bormi? Ha, bor. Kattasi necha yosh? 18 ga kiradi, Xudo xolasa. 18 ga. Qiz, yigit? Qiz, kattasi qiz. Turmushga bergan paytingda turib bemalol o'yna olasizda, nasib bo'lsa. Xudo xolasa. Nasib bo'lsa. Keyingi nevaralaringiz ham to'ylarda qatnasha olasiz. Ilohim, inshaalloh. Kayfiyatni ko'tarib, Xudo xolasa, endi bu yog'i rejimga amal qilib yursangiz, nasib bo'lsa bezovta qilmaydi. Markazimizdan qanday? Fikringiz qanday? Xodimlaridan, vrach, hamshira laridan fikringiz qanday? Vrachlardan, hamshiralardan, ayniqsa reanimatsiyadagi yigit bor ekan. Ismlari nima edi? Ruslan. U yigitga gap yo'q. Zo'r yigit ekan u. Doktorlarimiz hammasi yaxshi. Kecha qarab chiqdingiz sizlar. Medsestralarimiz ham hammasi muomalalari yaxshi. Xudoga shukr, mana bukilib keldik, mana Xudo xolasa. Mana to'ppa-to'g'ri bo'ldim. Mana. Keling bu yoqqa. Kecha operatsiyadan chiqdim soat 6 da kechga. Qiyshayib kelgandingiz? Mana Xudoga shukr yaxshiman. Zo'r. Rahmat sizlarga. Rahmat, sog' bo'ling. Qo'ylar dard ko'rmasin. Sog'ayib keting. Dunyo turguncha turinglar, ilohim. Rahmat, boringizga shukr. Shunaqa xursand bemorlarni ko'rib, bizlar ham xursand bo'lamizda. Yaxshi ishlaymiz. Hamisha xursandchilikda yuringlar. Rahmat, sog' bo'ling.